Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Muhammadbek Baxtiyorov kanalining aziz obunachilari. 2026-yil 31-may sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Karvon mol bozorini narx-navolari bilan tanishtirgani keldik. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz, Karvon mol bozorini tepa holatdan ko'rinishi. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, Qarshi Karvon mol bozorida qo'zilar, shervoz qo'zilarning holati. Do'stlar, mazza qilib tomosha qilib videolarni layklarni bosib qo'yamiz. Aka, nech puldan bo'lyapti qo'zilar? 3 million 600 ming. 3 million 600 ming. Jazman nech pul so'rashdi aka? 3 million 300 ming so'mdan so'rashyapti, ha? Rahmat aka, savdosi bersin. Yaxshimisiz? Nech puldan bo'lyapti aka? Biz ham olarmi? Nech puldan aka, rais? 4 million so'mdan, ha? Jazmaniga qancha so'rashdi aka? 3 million 700 aka. 3 million 700 ming so'mdan so'rashyapti, ha? Jazmaniga. Savdosi bersin aka. Hurmatli do'stlar, mana qo'zilarni qaranglar, qo'zilar bir-biridan chiroyli bo'lib, riyat bo'lib bog'lab turibdi. Shu akalarimiz mana shu mehnatiga ham bitta laykni bosib qo'yasizlar-da, videolarni mazza qilib ko'rasizlar do'stlar. Ikkadan tanishtirib ketaveramiz. Mazza qilib videolarni ko'ringlar. Bugun maxsus sizlar uchun video qilgani bozorga keldik do'stlar. Assalomu alaykum aka. Nech puldan bo'lyapti shervoz qo'zilar? 3,5 milliondan kam bor aka. 3,5 million so'mdan kami bor deyapti akamiz. Buni qarang. Mashalloh deyorasizlar do'stlar, bunaqa qo'zilarni qator bo'lib turishini ko'rib. Nech pul bo'lsa berasiz jazmaniga? Aka 3 million 200 so'rashyapti. 3 million 200 dan so'rashyapti, ha? Bozoringizni bersin aka. Katta qo'zilarni ko'rsatdingiz demang. Hurmatli do'stlar, mana ukamiz chiroyli qo'zilarni ushlab turibdi ekan. Nech puldan bo'lyapti ukajon? 3 million so'mdan kami bor, ha? Bozor nech puldan so'radi? Aka, bozor 2 million 800 dan ko'tariladi. 2 million 800 dan to'rtalasini bir joyga olaman deyishdi, ha? Bozoringizni bersin. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, mana qo'zilarni nihoyatda go'zali, chiroylisi, sutdan to'ygani mana ukamiz bozorga olib chiqibdi. Nech pul deyapsiz uka? 30 dan deyapsiz aka. 3 million 300 ming so'mdan deyapsiz, ha ukajon? Nech pul bo'lsa sotasiz? Aka, 31 dan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha dastlabki. 3 million 100 ming so'mdan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraman. Mashinalarimiz bor deyapti ukamiz. Hurmatli do'stlar, layklarni bosib qo'yasizlar. Yoshlarimiz mana nasl qo'chqorni zo'rlari. Simjun bir tekis oyna dummalari chiqibdi. Bitta layklarni bosib podpiskaga o'tib qo'ysangiz, mana shunday qo'chqorlarni zo'rlarini ko'rsatib beraveramiz. Nech puldan aytyapsiz akajon qo'chqorlar? 11 milliondan, ha? Nech pul bo'lsa sotasiz aka? 10 million so'mdan jazmaniga sotaman deyapti akam. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, mana qo'zilarni sifati, sinjuni, oyna dummasi, shervoz qo'chqorchalar. Do'stlar, mana aylantirib ko'rsataman, mazza qilib videolarni tomosha qilib, layklarni bosib, podpisha qilib qo'ysangiz, muntazam mana shunaqa videolardan narx-navolarni aniq joyidan ko'rsatib qo'yaveramiz. Nech pul bo'lyapti aka? 4,5 million so'mdan bo'lyapti ekan do'stlar. Nech pul bo'lsa sotasiz? Yurtdoshlarimizga qiziqda. Sotish 4 million 50 ming so'mdan so'rab turibdi ekan. Mana qo'zilarning holati qaranglar, bir-biridan chiroyli. Layklarni bosib qo'yinglar, hurmatli do'stlar.